Joriy yilning 15-aprel kuni respublikamiz bo'ylab maktabgacha, umumta'lim va maktabdan tashqari ta'lim muassasalari pedagoglari ishtirokidagi malaka toifa sinovlariga start berilgan edi. Bir oy davom etadigan ushbu jarayonda 40 dan ortiq fanlardan dars beradigan 190 ming nafarga yaqin pedagoglarning ishtirok etishi kutilmoqda. Muxbirimiz Surxondaryo viloyatidagi attestatsiya tadbirlaridan xabar qiladi. Surxondaryo viloyatining Termiz shahridagi 26-maktabda test sinovlari katta zalda o'rnatilgan kompyuterlarda Face ID va blockchain texnologiyalari qo'llangan holda onlayn tarzda o'tkazilyapti. Ushbu jarayonda 17 mingga yaqin surxondaryolik pedagoglar ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Biz sinovlarni ochiq, shaffof, adolatli o'tkazishni maqsad qilganmiz, dedi viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Bekzod Toshpo'latov. Jarayon uchun barcha kerakli bo'lgan zarur chora-tadbirlar ko'rilgan. Jarayonda ichki ishlar organlari xodimlari, Milliy gvardiya, tibbiyot xodimlari jalb qilingan. Bundan tashqari jarayonlar to'g'ridan-to'g'ri kuzatuv kameralari orqali translyatsiya qilinib turiladi. Test jarayonlarida ishtirok etayotgan pedagoglarga 1 soat 30 daqiqa vaqt beriladi. Pedagogika sohasidan 10 ta savol va 40 ta savol o'zlarining mutaxassisligidan ishlashadi. Aniq fan o'qituvchilari, kimyo, biologiya, fizika fan o'qituvchilari uchun test jarayonida 2 soat vaqt beriladi. Ularda ham 10 ta pedagogikadan savol bo'ladi, 40 ta savol o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlashadi. Attestatsiyaga ishtirok etadigan ustozlarimizga omadlar tilab qolamiz. Ma'lumot uchun sinovlarda pedagoglar ikkinchi toifa uchun 60 ball, birinchi toifa uchun 70 ball va oliy toifa uchun 80 ballni qo'lga kiritishlari lozim. E'tiborlisi, test jarayonlarini istalgan inson vazirlikning maxsus saytlari orqali to'g'ridan-to'g'ri kuzatib borishi mumkin. Bekzod Qodirov, Xolmat Ne'matullayev. Zamon informatsion dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.